Не знаю, почему-то у меня завис интернет, я заново сделал эфир. Заново сделал. Bolat aka, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sog' salomatmisizlar? Nimani aytib o'ray? Salomatsiz. Yo'q, nomer beraman. Men telefonda gaplashmayman. Charchashga haqqimiz yo'q. Есть какие-то варианты? А чё? О чем вы говорите? Я учусь, братья и сестры. Ensefalitga davo bormi? Davo bor. Bo'qoqqa nima maslahat beradi? Bo'qoqqa lapchatka белая yaxshi yordam beradi. Печень, что можно сделать? В каком смысле? Запор 12 и 12 яш. Если запор у него глисты есть, избавьтесь. Гулья, запор 12 яш. Избавьтесь от глистов. В первую очередь. Печень katta bo'lgan. Shunga nima qilsa bo'ladi? Голодовка. Пейте сыворотку. Голодовка. Пейте сыворотку и торпеду. Alo, assalomu alaykum. Baraka topkurlar. Telefonda gaplasha olmayman. Men efir qilyapman. Qayta blokirovать qilib tashlayman, birodar. Iltimos, qayta soat 10:30 bo'ldi. Siz bo'lsa menga telefon qilyapsiz. Biz ham odam. Soqolni olib tashlabsiz aka. Hey, birodar. Soqol qo'yib ko'ring siz. Siz soqolni qo'yib ko'ring. Yura olasizmi ko'chaga? Keling, siyosatga aralashmaylik. Skandarov 300 589 50 marta yozdim desangiz yana hozir sizni blokirovать qilib tashlayman. Tushundingizmi? Autizmga Xudo xohlasa davosi bor deyapman. Keling qabulimizga, qabul qilgan paytimiz. O'shanga dori berib ko'ramiz sizga. Tushundingizmi? Lekin 50 marta iltimos sizlardan, jon akalar, jon opalar, 50 marta yozdim, 10 marta deb yozmanglar, iltimos, pожалуйста вам. Хорошо? Не как сказать на русском языке? Вообще-то, не говорите так 10 000 раз. Это меня бесит. Пожалуйста, у меня тоже нервы. Birodar, sizni вообще blokirovать qilib tashlayman. Sizni ogohlantirdim. Menga desa 100 marta yozmaysizmi? Iltimos. Samarqandda filial, birodar, Rahmanova bitta filialni ochish uchun qancha pul ketishini bilasizmi? Bitta filialni ochish uchun normalniy filial ochilga 1,5 milliard kerak, insonlar. 1,5 milliard. Sizga osonmi bitta filial ochish? Zuluk solgan bo'lsangiz, qoningiz tushib ketgandir-da. Navotcho yoki ana ichib oling. Mais. Хорошо? Psoriazga juda ko'p video qilganman. Bola siyib qo'ysa, emne qilsa bo'ladi? Скажите, пожалуйста. Найдите Зверобой и Золототысячник. Men 10,000 marta yozdim. Omonov 4596 blokirovать bo'ldingiz. Yozavering. Zreniya yaqinda ko'rmaydi. Yo, yuzmangiz gaplashish kerak. Qanday
nima qo'yilganini bilishimiz kerak. Zrение yaqinda, ya'niki близорукость. O'rganish kerak buni. Siz piyozni tomizib ko'ring asal bilan. O'zgarib ketibsiz, kattalashib, odam mensimay gapirmang. Men sizni mensiraga, siz meni o'rnimga o'tirib ko'ring. Shkadirov, siz meni o'rnimga o'tirib ko'ring. Men siz bilan bir aka-ukaday ochiqcha gapiryapman. Men o'zimni patxalimlik qilib, men qanday bo'lsam shunday gapiryapman. Qanday bo'lsam. Siz meni oldimga kelsangiz ham xuddi shunday gapiraman, agar xuddi bir eski qadrdonimday. Lekin 50 marta yozdim deb yozmang, iltimos. Men juda ko'p efirlarda aytaman-da buni. Men kattalashgani ham, siz meni yaqindan bilsangiz, meni katta emasligimni bilasiz. Tushundingizmi? Siz meni o'rnimga o'tirib ko'ring, 1200 ta, 1400 ta odamni oldiga. Глисты у детей мы... Ну, хорошо. Хорошо. Я 100 раз говорил, да, от глисты. Теперь по-другому будем делать. Мы сделали лекарства от глистов. Будем продавать уже филиалов. Хорошо? 100 раз говорил от глистов. 100 раз говорил я. Вы не слушаете просто. Вы просто не слушаете, и все. Вы хотите, братья и сестры, я честно скажу, вы хотите, чтобы для вас особенное видео сделано. Именно для вас. Именно для вас. Вы не слушаете, который я сделал видео для других. Нет, вы не слушаете просто. Повышение давления. Повышение давления. Надо избавиться от густой крови в первую очередь. В первую очередь. Смотрите, есть растения, это я вам говорю. Гуля 9356. Это я вам говорю. Особенно. Найдите растение астрагал. Найдите растение донник. Пустырник сердечный. Да хоть астрагал, растение астрагал найдите. Он при гипертонии очень полезен, очень. Хорошо? Смотри, напишите в Google. При высоком. Я сейчас сам сделаю. Смотрите. Растение астрагал при гипертонии. Согласно источнику интернет-аптека Асна, астрагал шерстистоцветковый помогает регулировать артериальное давление благодаря своей способности расширять сосуды, что крайне важно при гипертонии. Рекомендуется астрагал при хронической сердечно-сосудистой недостаточности, а также при заболеваниях почек и опорно-двигательного аппарата. Sahrini diabetga yaxshi astragал, давлениеga yaxshi, yurak uchun yaxshi, почка uchun yaxshi, давление uchun yaxshi. Tabibjon, adenoidga davo ayting. Adenoid yosh bola, agar 7 yoshdan katta bo'lsa, чистотел degan giyoh bor. Свежевыжатый сок чистотела при аденоидах. Yoki qurug'ini damlab turib, burniga tomizishgan. Bir osh qoshig'ini bir 100 grammga soling, damlang, 1 soat 2 soat tursin. Quyuqroq bo'ladi-da. Ana shuni burningga tomizing. Bo'lachalardi. Ya'ni 7 yoshdan katta bo'lsin. Adenoid. Agar o'zingizniki bo'lsa, o'zingiznikiga tomizing. Tushundingizmi? Я слышала, что для глистов попить 100 грамм оливкового масла детям тоже по 100 грамм каждое утро. Не, знаете, дети 100 грамм не могут. Вы сколько можете глотнуть оливкового масла? Глотайте. Глотните. Я очень простое сказал вам. Глотните большой глоток.
И 2-3 часа. Да хоть до вечера ничего не ешьте, пожалуйста. И когда глотните, вы лимонный сок добавьте. Хорошо? 3-4 дня так делайте. Глиста убегать будет от зада. Понятно? Iltimos, ukajon, qizim uchun Halila olishga imkon yo'q, yordam bering. Shoistaxon Muxtarova, bitta javob bering-da. Qo'lingizdagi telefon qanaqa? Я не занимаюсь отправкой или отправкой, доставкой, я не занимаюсь. Курен Аси может отправить лекарство от заикания. Мы через несколько недель, может быть, через 10 дней будем в Казахстане повторно, потому что там не осталось лекарства. Мы будем в Казахстане примерно через 10 или, может быть, 15 дней. Мы говорили, когда были в Алмате, пожалуйста, возьмите по 2 или 3, если есть возможности, за 2 месяца, чтобы... Едшутин, короче. Ух. Рак гортани, что делать? Голодовку делать. Filialim qayerda joylashgan? Yaxshilab videolarni ko'ring, topib olasiz. Nimaga o'zbekcha gapirmayapsiz? Ruslar yozyapti. Tohirovna Madina. Men ruslarga javob beryapman. Tushundingizmi? Gaymaritga nima qilsa bo'ladi? Qizillavlarning sokini tomizing. Piyoz tomizing, kerak bo'lsa. Hijoma oldiring, hijoma burundan. Zulik soldiring ana burunga. Kerak bo'lsa. Lavroviy listi yog'ini chiqarib burunga tomizing dedim. U ham videoda aytganman. Qidirib ko'ring. Bolani xripiga nima qilsa? Altay лекарственный yoki piyoz. Bolam 3 oylik, ko'p qornidan bo'ladi. Siz arpa bodyom iching. Sensizbay 20-24. Arpa bodyom iching yoki zira iching. Siz dietani qilmayapsiz-da. Shuning uchun qornidan bo'lyapti. Buxoroda ofisimiz bor, filial emas. Uyqum kelib boshladi. Подскажите, как лечить крапивницу? Это у вас много глистов, потому что у вас крапивница. Избавьтесь от глистов, крапивница уйдет. Головные боли. Купила болиголов. До 40 дошла. Капель. Улучшения нет. Пожалуйста, подскажите. Смотрите, сестра, головные боли. Причин очень много при головных болях. Кто вам сказал, что болиголов лечит головную боль? А? Я говорил или нет? Lavroviy list yog'ini qanday chiqarsa bo'ladi? Lavroviy listni olasizda, bir siqimini tengma-teng suv solasiz. Keyin qaynatasiz. O'sha suvni qaynatasiz. Hammasi chiqib ketsin suv. Tagiga yog'i qoladi. 1 tomchi, 2 tomchi bo'lsa ham. O'shani burningga tomizasiz. Настойка чистотелы сколько стоит?
Да хоть бесплатно берите. Я в деньгах вообще не вмешиваюсь, сестра Курбанова. Вы поняли? Не спрашивайте меня про деньгах. Да хоть бесплатно возьмите. Скеледермия, davosi bor. Skelidermiya. Bet bunday bo'lib qoladi, qo'llar bunday bo'lib qoladi skelidermiyaga. Skelidermiya, kojnoy skelidermiya bor. Gemoroy qonashiga ayting. Горец по чечуйный. Qarangda mana yaqinda gemoroyga video qo'ydim. Просто ko'rmaysizlar-da sizlar. Aytmayman, короче, gemoroyga. Boring, ishingizni qiling. Aytmayman. Martishka 0226 yaxshi kommentariy yozibsiz. Men doimo kirib sizga shu savolni berganimdan so'ng efirni yopepsiz. Yo uyqungiz kelib qolyapti. Bir makkora ishonchsiz ekansizda. Tavariz o'tsa bo'ldi ekanda. Matrishka, siz menga savol berdingizmi? Matrishka o'zi ismingizga, jismingizga yarasha shekilli. Matrishka nimaligini bilasizmi? Qulog'i mana bunday. Anavi matrishka edi. Genani yonida yuradigan matrishka bor-ku. Blokirovat bo'lyapsiz. Men sizni birinchi ko'rib turishim. Qaytib savol ham bera olmaysiz. Menga unday negativ kerak emas. Nimani yozdingiz bilmayman. Birodarlar, jon birodarlar, mana 1345 ta odam bor-a. Menga unday narsalarni yozmanglar. Uni tinchgina blokirovat qilib tashlayman. Ko'ryapsizmi? Menga nima deyapti? Men tovar. Menga desa olmaylar, вообще olmaylar hech narsani. Вообще hech narsani olmaylar. Masalan, olaylar deyotganim yo'q-ku. Aka ответ etmayapsiz. Diniy islom. Sizni blokirovat qilib tashlayman hozir. Yozmang unday narsani. Olma sirkasi ozishga yordam beradimi? Albatta yordam beradi. Jiravikni davosi bormi? Nima maslahat? Jiravik 100% hali rezultat bo'lmagan. Men sizga ayta olmayman hozir, mana shuni qilsangiz jiravigingiz yo'q bo'lib ketadi deb. Yo'q, uni ayta olmayman. Chunki qanday kelish, qayerdan paydo bo'lishi bu jiravikda. Nima uchun, nimani hisobiga? Hali zamonaviy meditsinani o'zi bilmaydi. Men ham bilmayman. Jiravik. Yo'q, bilmayman. Agar mayda jiravik bo'lsa, rezultatlarimiz bo'lgan. Oddiygina torpedadan. Boshqasiga hech narsa deya olmayman. Agar boshingizda jiravik bo'lsa, jiravik bo'lsa, buni tuyani o'rkachini qo'yib bog'lab yo'qotishingiz mumkin. Yoki oddiygina kesib jiravikda olib taylash. Bo'ldi. Abdukarim, siz yaqinda kelib qoldingizmi deyman. Allergiya uni gaymarit uchun 3 marta aytdim. Kalit qon bor. Birodar, Zahriddin, sizda yazvinniy kalit emasmi? Qon bo'laydigan bo'lsa, siz ochlik qiling, baraka topkur. Ochlik qiling. Undan keyin kalit uchun anavi ham iching. Tischilisting bor-ku. Bo'ymodoron deydimi? O'zbekchasi. Tischilisting ham iching. 2 kun ochlik qilsangiz, ancha epga kelib qolasiz. Ребенку 8 лет.
Не разговаривает. Диагноз – аутист. Что делать? Посоветуйте. Глаз на глаз будем разговаривать, брат. Глаз на глаз. Voydod qichqoqqa nima qilasiz? Qichqoqqa. Qichqoqqa. Chisotka, to'g'rimi? Chisotka. Effektivni narsani o'ylab topishim kerak. Effektivni narsani. Qichqoqqa. Bor retseptlar bor, oltin gurtni anonga vazelinga aralashtirib surtish. Bitta retsept bor. Zahida Ibragimova, sog' bo'ling. Nima kasallikdan qutuldingiz? Odamlar. Острый лейкоз можно вылечить. У нас уже несколько результатов при острой мелобластной лейкозе. Есть результат. В данный момент до нашего прибытия вы срочно пейте черный тмин при лейкозе. Потом крапива, растение крапива при лейкозе. Понятно? Потом при лейкозе сок, ничто больше. Сок гранаты, гранатовый сок 1 к 1 с медом надо пить. Смотрите, крапива, что я сказал сейчас, еще это, черный тмин, черный тмин. И есть, вы глаз на глаз будем говорить, есть у нас пилюли от лейкоза. Хорошо? Братья и сестры, мне очень трудно. Гранат, да, сок граната с медом 1 к 1. Мне еще очень трудно отвечать. Это очень сильная нагрузка для мозга. Братья, я заканчиваю эфир. У меня нет сил. Я немножко кофе попью, потом книгу буду читать. Я учусь. Я не говорил никогда, что я лекарь, да? Или я говорил, я еще ученик. Хорошо? Men hech qachon o'zimni tabib demaganman. Hech qachon aytmaganman sizlarga. Я просто ученик. Болот аға. Саламат bo'linglar. Ko'zimni qaranglar, qizarib ketdi.